Chirchiqda tug'ilgan mashhur shaxslardan kimlarni bilasiz? 3-qism. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Tundan tonggacha, Mening akam Bo'ydoq kabi filmlar orqali tomoshabinlar mehrini qozongan o'zbek kinosining Esmeraldasi Shohida Uzoqova. Ko'pchilik bilmasligi mumkin, aktrisa va rejissyor Alisher Uzoqovning onasi aynan Chirchiqda tug'ilgan ekan. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari, jamiyatdagi muammolar bo'yicha fikrlari va volontyorlik faoliyati bilan ko'pchilikka tanilgan oila konsultanti Shavkat Hasan. Mehmonjonlardan aylanay, opa-singillar seriallari orqali tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Nargiza Sharmetova. Badiiy gimnastika bo'yicha jahonga mashhur sportchi Amina Zaripova. U 1976-yilda Chirchiq shahrida tug'ilgan. Faoliyati davomida 5 karra jahon chempioni va 3 karra Yevropa chempionligini qo'lga kiritgan. Xo'sh, siz Chirchiqda tug'ilgan mashhurlardan yana kimlarni bilasiz? Javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring.